Chunki texnikni siz tanlamaysiz, vrach tanlaydi. Tushuntira oldim deb o'ylayman. Keyingi bosqichga o'tamiz. Bu sirkoniy dioksid full komplekt. Sirkoniy haqida ham ikkita ma'lumot aytib ketaman. Sirkoniyni ikki xil tayyorlash usuli bor. Birinchisi full, ya'ni to'liq frezirovkadan chiqqan narsa tayyorlab beradi. Ya'ni apparat tayyorlaydi. 100% hamma joyi tayyor bo'lib chiqadi, shaklarini kompyuterda modelirovka qilinadi, boshqa qilinadi va to'liq shaklda xuddi mana shu ko'rinishni o'zi kompyuterning o'zi chiqarib beradi. Frezni o'zi, kesishni o'zi, to'qirlik dastgohiga o'xshagan narsa yasab beradi. Buni o'ziga yarasha plyus va minuslari bor. Bu narsani nima deydi, professional bo'lmagan shaxs baribir to'liq tushunmaydi. Shuning uchun u tomonini aytib o'tmayman. Ikkinchi tomoni esa buni faqat qalpochoqlarni ishlab chiqaradi, frez kesib beradi, faqat qalpochoqlarni va ustiga massalarni chiroyli tishna shaklida, rangida, kesimlar bo'ylab hamda figuralarini, umuman bo'ylarini, undan tashqari bo'yin qismlarini ham tayyorlab berish texnikni ancha vaqtini, diqqatini va fokusini olib qo'yadigan jarayon hisoblanadi. O'shaning uchun nima desam ekan? Siz bu joyda tanlay olmaysiz. Full bo'lsin yoki naniseniya bo'lsin degan variantni siz tanlamaysiz, lekin agar kasbini ustasiga boradigan bo'lsangiz, murojaat qilsangiz, bularni o'zlari siz uchun individualniy qaysiga qanday podxod qilish kerakligi bo'yicha o'zlari qaror qabul qilishadi va sizni chiroyli tabassumingiz ular uchun ahamiyatli hisoblanadi.